Bugun xalqimiz suygan el ardog'idagi yozuvchilarimiz O'zbekiston bahori 2018 ijod festivali g'olibi, Respublika yosh ijodkorlarning Zomin seminari ishtirokchisi, Duel ijodiy tanlovining g'olibi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Shahriyor Shavkat hamda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori, Madaniyat va ma'rifat telekanali muharriri, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Nozima Habibullayevalar bilan birgalikda suhbat quramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Suhbatga rozilik bildirganingiz uchun rahmat. Rahmat. Demak, ilk savolimiz bilan Shahriyor aka sizga yuzlanamiz. Ijod qilishga sizga ko'proq nima ta'sir qilgan? Aynan bir narsa deb aytish juda qiyin. Chunki mayda bo'lib, umumiy bir planda yirik bir narsa paydo bo'lishi mumkin. Deylik, aynan juda ko'pchiligimiz kuzatamiz, hayotida qanaqadir jiddiy muhim voqea sabab bo'lgandan keyin birdan keskin ijod bilan shug'ullanib ketadi, lekin menda aynan qaysi voqea ekanligini aytib bera olmayman va qaysi davrdan boshlab ijod qila boshladim degan savolga hozirgacha javob bera olmayman, chunki hozir ham ijod qilmayotgan bo'lishim mumkin. Balki keyinchalik haqiqiy adabiyotga, balki haqiqiy she'riyatga keyinchalik kirishim mumkin deb o'ylayman. Hammasini endi vaqt va bir necha yillar ko'rsatadi. Sizningcha zamonaviy o'zbek she'riyati muhitida ijodkorlarga nima yetishmayapti? O'zbekiston adabiyoti, xususan she'riyat rivojlanishi uchun nimalar qilish kerak deb hisoblaysiz? Men har doim har davrda ta'kidlayman. Bugungi sharoit har doim ta'kidlayman, ayni zamonda maza qilib ijod qilsa bo'ladi. Ya'ni taqiqlar, chegaralangan mavzular yo'q va imkoniyatlar ham juda ko'p. Hozir bitta she'r yozib tarmoqqa qo'yadigan bo'lsangiz, butun dunyo o'qish imkoniyatiga ega. Va xuddi shunaqa til bilsangiz, til o'rgangan bo'lsangiz, bemalol boshqa tillarga tarjima qilishsiz va shu zahotiyoq boshqa mamlakatlar ham sizning she'ringizdan bahramand bo'lishi mumkin yoki asaringizdan bahramand bo'lishi mumkin. Va ijodkorlarimiz uchun eng og'riqli nuqta bu o'tgan asrni o'sha qattol tuzumida mana bu mavzuda yozma, sovet davrini ulug'lar degan bo'lsa va hozir erkinlik bo'lsa-da, o'sha erkinlikka yarasha kuchli o'quvchilar yo'q. Ya'ni qator o'qiydigan, deylik misol uchun Abdulorifni O'zbekiston qasidasini o'qilgan vaqtida bir stadion muxlis bo'lib tomosha qilishgan va har safar O'zbekiston vatanim mening deganda turib butun stadion turib qarsak chalgan degan bir gaplarni eshitganmiz va hozir bunaqa kayfiyat, bunaqa temp ko'rinmayapti. Balki bu yozuvchi shoirlarning aybidir bir jihatdan, lekin o'sha bozor ichida buni mahsulot deb biladigan bo'lsak, bozor ichida yurgan kishi sifatida aytaman, mahsulotimiz juda seroblashdi. O'sha sobiq tuzum nima deydi, taqiqlardan ancha erkinroq va yangi bosqichlarga, yangi yo'nalishlarda ijod qiladigan yoshlarimiz juda ko'p. Va eng muhim gap, eng kuchli adabiyotni eng kuchli o'quvchilar yetishtiradi deydi. Ya'ni siz o'quvchi sifatida mahsulotni talab qilsangiz, mana bu janrda juda keskinroq, yanada zo'rroq she'rlar bo'lsa yaxshi bo'lardi degan va undan yozuvchi shoir manfaatdor bo'lsa va ijodini davomiy bo'lishiga qanaqadir kuch his qilsa, yanada ham yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Hozir bemalol deylik aytishga qo'rqadigan gaplari, so'zlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib qo'yish va uni olib qo'yish imkoniyatlari ham bemalol bor. Ya'ni bizga ayni daqiqalarda yozuvchi shoirlarimizga kuchli o'quvchilar kerak. Ularni she'rlarini tahlil qiladigan, tanqid qiladigan, kerak bo'lsa bahs qiladigan o'quvchilar kerak. She'rlaringiz aynan qaysi tillarga tarjima qilishni xohlagan bo'ladi deysiz? Juda qiyin savol ekan. Qaysi tillarda tarjima qilinishini emas, o'zim qaysi tillarda yozishni xohlagan bo'lardim. Chunki tarjima qilinganda baribir sizni asliyatingizni chiqarib bera olmaydi va ichida nimadirlar tushib qoladi, hissiyot, hayajon tushib qoladi. Shuning uchun ham Chingiz Aytmatov o'z asarlarini to'g'ridan-to'g'ri rus tilida yozgan va ingliz, qirg'iz tiliga ham tarjima qilingan. Va Rabindranath Thakurni bilamiz, u to'g'ridan-to'g'ri ingliz tilida yozilgan.
Demoqchi bo'lganim, o'zbek tilida albatta yozish kerak. O'zbek tili chunki biz juda katta qarzdormiz. Birinchi qalam tebratishimiz ham o'zbek tilida va so'nggisi ham o'zbek tilida bo'ladi. Asosiy auditoriyamiz hozirda o'zbek tilida. Imkoniyati bo'lsa, men she'rlar tarjimalarini mana shu qizimga qildirardim. Shu yakuniy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri o'zim qaysi tilga bo'lishdan qat'iy nazar, to'g'ridan to'g'ri o'zim tarjima qilishni istayman. To'g'ridan to'g'ri o'zim tarjima qilishni istayman. Ijodkorlar oilasi sifatida kelajakda qanday ijodiy rejalarni ko'zlagansiz? O savollar ichida eng oltini mana shunisi bo'ldi. Ijodkorlar oilasi bo'lish bir tomondan yaxshi va boshqa tomondan biroz noqulayroq. Ya'ni siz faqat o'zingiz ijod bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, oilaning ikkinchi yarmiga butun ro'zg'or tashvishlarini yuklab qo'yish imkoniyatingiz bo'ladi. Lekin ijodkorlar oilasida hech bir qutubni e'tiborsiz va imkoniyatsiz qoldirishga haqqingiz yo'q bo'ladi-da. Ya'ni faqat o'zimni ijodim gurkirab yashnasa bo'ldi deb xoh er tomonidan bo'lsin, xoh ayol tomonidan bo'lsin, baribir ikki tomonlama bir-birini qo'llab-quvvatlashga majbur. Ya'ni muvozanatni ushlash juda qiyin va muhim. Va eng muhimi g'oyalarni to'ldirish mumkin, kamchiliklarni to'g'ridan to'g'ri aytish mumkin bir-birimizga. Ya'ni mana bu she'rda balki yaxshiroq chiqishi mumkin edi, balki mana bu she'rda sal keskinroq ruh bag'ishlash kerakdir degan bir takliflar, tanqidlar bemalol ochiq bo'ladi. Va kelajakdagi rejalarimiz haqida ozgina gurlab qo'yaman. Opera librettolari, o'sha she'riy musiqiy asarlarni yaratishga ko'proq qiziqishimiz ortib boryapti. Musiqiy dramalar ayniqsa, chunki bilamiz Nozima konservatoriyada kompozitorlikda bitirgan. Bizda she'r bilan musiqani uyg'unlashtirib, qanaqadir yangi loyiha yoki hech bo'lmaganda musiqiy dramalar yozish orzuyimiz, niyatimiz bor. Nasib qilsa kelajakda bunga erishamiz. Albatta, ijodkorlar oilasidan biz juda ham ijod mahsullarini kutib qolamiz. Faoliyatingizga ulkan zafarlar tilaymiz. Nozim opa, yosh va havaskor shoirlarga qanday tavsiyalar bera olasiz? O'zimiz ham hali yoshmiz. Nimadir o'rgatishga ertami desam, lekin har bir insonning baribir hayotiy tajribalari bor, o'ziga yarasha. Ijodda ham xuddi shunaqa. Shuningdek, ijod borasida yosh shoiralarga beradigan maslahatim, eng birinchi navbatda eng katta ustoz bu kitob o'qish. Badiiy kitobni bosqichma-bosqich qancha ko'p o'qisa, o'zini o'zi kashf qilib, fosh qilib boraveradi ijodkor. Deylik, o'zbek adabiyotidan keyin jahon adabiyotiga qarab o'sib borsa va o'zi ham shunday farqini biladiki, kitob o'qigani sari she'rlari o'shanga yarasha darajalari o'sib boradi, tenglashib boradi. Va ijodkorni she'ridan shunday bilinadiki, she'rlarida saviyasi aks etib turadi. She'rlarida qaysi kitobni, qay darajadagi asarlarni mutolaa qilgani sezilib turadi. Chunki xohlaysizmi yo'qmi, hammamizga hayotda ham, ijod yo'lida ham eng katta saboq beradigan ustoz, beminnat ustoz bu kitob. Chunki she'r yozishni qo'ldan ushlab, qalam tutqazib o'rgatib bo'lmaydi. Uni tafakkurni o'stirish orqali, hislarni sayqallash orqali ana shu kitoblardan o'rganamiz. Shuning uchun shoirlarga beradigan maslahatim eng ko'p kitob o'qish va nima desam, minbarlarga shoshmaslik, yuzaki yozmaslik, o'zida borini yozish, shaffof yozish, beg'ubor yozish va yonib yozish kerak demoqchiman. Chunki bizni o'tmishimizda buyuk shoiralarimiz o'tgan, Nodira Begim, Uvaysi, Anvar Otim, Dilshodi Barno kabi shoiralarimiz ularni
avlodlari haliyam o'sha darajada, balki undan ham yuqori yoza oladi degan narsani o'z ijodlari bilan, qalamlari bilan, mahoratlari bilan ko'rsatib berishlarini va baland yozadigan shoiralarimiz, shoira qizlarimiz juda ko'p bo'lishini, jahonga bo'ylashini xohlardim. Rahmat. Yuqorida Shahriyor akaga ham ushbu savol bilan yuzlandim. Endi sizga ham yuzlamoqchiman. Aynan sizning ham she'rlaringiz qaysi tillarga tarjima qilinishini xohlagan bo'lar edingiz? Tillar borasida o'zi turkiy tillarga simpatiyam balandroq, yaxshi ko'raman turkiy tillarni va o'zim ham tarjima bilan shug'ullanib turaman. Turk adabiyotidan, turk zamonaviy klassik adabiyotlaridan tarjimalarim bor. Lekin o'zimnikini tarjima qilib ko'rmaganman hali. Lekin yaqinda turk adabiy saytlarida bizni ularni ham, meni ham she'rlarimni tarjima qilib adabiy saytlar, jurnallari Turkiyada e'lon qilindi. Yo'q, noto'g'ri chiqdi shu jumla. Ularni ham, meni ham she'rlarimni turkiyalik do'stlarimiz tarjima qilishib, adabiy saytlari va adabiy jurnallarida e'lon qilishdi. Juda ham chiroyli chiqdi, xursand bo'ldik. Baribir turk tili o'zimizni qardosh tillar oilasiga kirgani uchun yoqimli. Eng avvalo mana shu davlatlarda o'zimizni namoyon qilib, keyinchalik ingliz tillarida qalam tebratish, o'zimiz tarjima qilish niyatimiz bor, xudo xohlasa. Rahmat. Kengizga o'tamiz. Aynan she'r yozayotgan vaqtingiz siz ko'proq nimadan ilhomlanasiz? Yo, savolim noto'g'ri ketdi. She'r yozayotganda nimadan ilhomlanasiz va nimadan ilhom olib she'r yozasiz deyishim kerak. Aynan siz nimadan ilhom olib she'rlar yozasiz? Ilhom manbaingiz nimadan iborat? Ilhom manbai yagona va ma'lum obyekt bo'lmaydi. Chunki har safar har xil narsalar sizni hayratlantirishi mumkin, tuyg'ularingizni qitiqlashi mumkin. Oddiy odamlarga oddiy tuyulib qolgan qaysidir vaziyatdan nafratlanib ketib qolishingiz mumkin. O'shani she'rga solishga ishtiyoq, kuchli ishtiyoq paydo bo'lishi yoki ruhingizni uyg'otadigan, hislaringizni junbushga keltiradigan deylik, tabiat hodisalarimi, oddiygina xazonlarni bosilishida masalan uni qovurg'alari qirsillagandek ichingizda og'riq tuyishingiz mumkin. Bu shoirlik ilhomi boshqalar ko'rgan, lekin boshqalar e'tibor bermagan, his qila olmagan narsalarni o'zida tuyish degan aslida. Shu hodisalar sizni ichingizda, ruhingizda, tiynatingizda ro'y berganda ilhom yuz beradi, ilhom vujudga keladi va beixtiyor ana shular orqali nima desam, ilhom kelishi va she'r yozish bu o'zi tilmochlikdagi gapda. Masalan, tabiat haqida yozasizmi, odamlar haqida yozasizmi, hislar haqida yozasizmi, o'sha narsalarni siz ichingizdan tarjima qilib berayotgan bo'lasiz. Daraxt tilidan so'zlab berasiz yoki yaproq tilidan yoki fasllar yoki odamlarni ayta olmagan hislarini siz qog'ozga olib, tarjima qilib, go'zallashtirib berayotgan bo'lasiz. Mana shunday ro'y beradi biz ijod qilishimiz. Rahmat. Aynan barchamizga ma'lum, Zulfiya nomidagi davlat mukofotini olgan vaqtingizni eslasak, aynan ushbu kun siz uchun juda hayajonli va esda qolarli kun bo'lgan. Yurtboshimiz tomonidan davlat mukofotini olayotgan vaqtingiz qanday kechirmalarni boshdan o'tkazgansiz? Zulfiya mukofotiga bir necha marta hujjat topshirib, bosqichlardan o'tganman, respublika bosqichigacha yetib kelganman. Va 2020-yili
2020-yili qo'ng'iroq bo'lgan mana shu mukofotga sazovor bo'lganimiz haqida va shunga tayyorgarlik ko'rish jarayonlariga yetib kelish haqida. Endi birinchi bo'lib ayamga telefon qilganman. Voy, ayamning xursandchiligini ko'rsangiz. Nima desam, bu mukofotni men o'zimnikida emas, onamnikidek qabul qilaman. Chunki ularning orzulari, ularning xohishlari shunaqa edi yoshligimda, bolaligimdan, ya'ni mendan ko'ra ular ko'proq xohlaganlar, ular ko'proq orzu qilganlar. Va men mana shu orzusini amalga oshirish uchun shu Zulfiya mukofotiga topshirib olishga harakat qildim, munosib bo'lishga harakat qildim. Yillar davomida sayqallanib shunga tayyor bo'lib keldim. Mendan ko'ra ularni sevinchi ko'proq bo'ldi, chunki nima desam, men mukofot uchun yozadigan ijodkor emasman aslida. Va hamma shoir ham, hamma shoiralar ham shunday bo'lishi kerak. Chunki mukofot uchun yozayotgan bo'lsa, mukofotni oldimi, bo'ldi, to'xtab qoldi degani u. Marrasiga yetib keldi degani. Marrasi birgina mukofot bo'lib qolsa, undan keyin finish yo'q bo'lsa, bu ijodkor uchun o'ldi demak. Shuning uchun mukofot uchun yozmaslik kerak aslida eng avvalo. Va menda ham bunday holat bo'lmagan, faqatgina shu onamning orzularini amalga oshirish uchun topshirganman. Endi undagi his-hayajonlar o'ziga yarasha takrorlanmas. Men bilan bir davrda olgan tengdoshlarim, dugonalarim ham juda iste'dodli, talantli qizlar edi. Xursand bo'lganmiz va o'ziga yarasha bundan keyingi qadamlarimizning mas'uliyati bor edi. Chunki bilasiz, har xil gap so'zlar ham yuradi bu haqida. Yuqoridagi fikrlarimni isbot sifatida ayta olishim mumkinki, ushbu mukofotga sazovor bo'lganimdan keyin to'xtab qolganim yo'q. Bir qancha loyihalarni amalga oshirdim. Madaniyat va ma'rifat telekanalida Qaqnus loyihasini tashkil qildim. Bu Qaqnus loyihasi musiqa va she'riyatni birlashtirilgan uyg'unlikda garmoniyaga keltiradigan va o'zbek telekanallarida hali boshqa analogi yo'q ko'rsatuv va adabiyot, san'at ixlosmandlari orasida o'z muxlislarini topgan yorqin ko'rsatuv bo'ldi deb ayta olaman. Undan keyin Yosh ijodkorlar kengashi tomonidan tashkil etilgan duel adabiy loyihasida ishtirok etdim, respublika bosqichida ham. Va hozirda ikkinchi kitobim chop etilyapti. Akadem nashr tomonidan to'ldirilgan yangi she'rlar va hozirda Akadem nashr tomonidan ikkinchi kitobimga tayyorgarlik jarayonlari tugadi, nashr etilyapti. Bu degani birinchi kitobdan keyin ikkinchi kitob uchun baribir ancha mehnat, harakat, ijod kerak bo'ladi. Ana shular amalga oshdi va hali ham ijodiy o'sishda davom etyapmiz. Rahmat. Aynan Zulfiya davlat mukofotini olish uchun xabarimiz bor. O'zimizni qizlar juda ham qattiq harakat qilishadi. Shaxsan o'zim ham hozir sizga juda ham havas qildim. Aynan mukofot olish uchun harakat qilayotgan qizlarga qanday tavsiyalar, qanday maslahatlar bera olasiz? Zulfiya mukofotiga havas qiladigan, olmoqchi bo'lgan qizlarga tavsiyalarim: o'z ustingizda tinmay ishlang, o'z sohangizni yetakchisi, eng zo'ri bo'ling, shunda mukofot o'zi sizni topib keladi. Rahmat. Shahriyor aka, Nozim opa, bugungi suhbatga rozi bo'lganingiz uchun alohida rahmat. Vaqt ajratib tashrif buyurganingiz uchun ham rahmat. Ijodkorlar oilasidan yanada ko'proq ijod mahsullarini kutib qolamiz. Kelgusi faoliyatingizga omad hamda zafarlar tilaymiz. Salomat bo'ling, sizlarga ham rahmat. E'tiborchi, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar.